Ushbu 8 ta zikr hayotingizni 360 gradusga o'zgartiradi desam ishonasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Qalbni poklash uchun astagfirulloh va atubu ilayh. Qalbingiz siqilsa, ichingizda tushunarsiz g'am bo'lsa, hasad, g'azab yoki ranj kirib kelsa, shunday deb ayting: Allohdan mag'firat so'rayman va unga qaytaman. Kim istig'forni ko'p aytsa, Alloh unga har qanday qiyinchilikdan chiqish yo'lini beradi. Suyanch uchun hasbiyalloh va ni'mal vakil. Hamma narsa qo'lingizdan chiqib ketganida, rejalaringiz buzilganida, o'zingizni zaif his qilganingizda ayting: Alloh bizga yetarli va u eng yaxshi vakil. Taslim bo'lish zaiflik emas, bu eng buyuk zotga yuksak ishonchdir. Qiyinchilik paytida umid uchun innal ma'al usri yusra. Agar bir qiyin davrdan o'tayotgan bo'lsangiz, bu qachon tugaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, unutmang, har bir qiyinchilikdan so'ng bir yengillik bordir. Ishingiz tugaganda esa la havla va la quvvata illa billah. Men endi chiday olmayman deganingizda eslang. Siz yolg'iz emassiz. Sizga kuch beruvchi Allohdir. Shukrni eslash uchun alhamdulillah. Og'riq vaqtida ham, kutgan javobingiz kechiksa ham, adolatsizlik ko'rsangiz ham ayting: Allohga shukr qilgan hech bir qalb sinmaydi. Eng katta ne'mat uchun Allohumma inni as'aluka al-afiyah. Bu duo kichik bo'lsa ham, lekin ichida hamma narsa bor. Sog'lik, tinchlik, halollik va xotirjam hayot. Tilingizni jannat bog'ida aylantiring. Ba'zan qalbni davolash uchun uzun gaplar kerak emas. Shunchaki alhamdulillah, astagfirulloh, hasbiyalloh yetarli bo'ladi. O'tmish yukini yengillashtirish uchun subhanallohi va bihamdihi. Agar xato qilgan bo'lsangiz, pushaymonlik o'tmishingizni qiynasa, shu zikrni ayting. U qalbingizni kirdan tozalaydi va yengillashtiradi. Ushbu videoni eng yaqin insonlaringizga yuborib qo'ying, ular ham bilsa, sizga ham savob tegadi. Xayrli va barokatli bo'lsin.